Men senlarga aytdim. 10tasini bu salonga olib borlaring, 5tasini nariga. Nimaga ishlamaydi? Urib ishlatmaysanlarmi tepib? O'g'lim, Toza asabimni buzasanlar. To'xtab tur, 1 daqiqa. Ha, dada, nima deysiz? mana kirlarimni yuvay desam, kir mashinani ishlatishni bilmayman. Yuvib berasanmi? Dada, bilasiz-ku, keliningiz bolnitsada bo'lsa, bir 2-3 kun amallab sabr qilib turing dada. 2-3 kundan keyin chiqsin, shu yuvib beradi shu kirlaringizni. Mayli, bolam. Sabr qilib turing. Nima deysanlar? Gapir. Bitta ishni eplay olmaysanlar. Qanaqa odamsanlar? Dada, bu nima qilganingiz? Kechirasan, bir meh bo'ldim, bolam. Tuzukroq ovqatlana olmaymiz. Keliningiz tug'ruqxonada bo'lsa, kim yig'ishtiradi bu yoqni? Yegan oshing zaharmidi? Topsang ushoq gavharmidi? Zorlik shamu saharmidi? Ko'ngli yarim qara ko'zim. Alo. Ha, onajonasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Suyunchi bering dadasi. Suyunchi? Ha, o'g'illi bo'ldingiz. O'g'illik? Ha, kelasiz. Hozir yetib boraman. Xo'p. O'g'lim, tabriklayman. Bolam. Hozir yo'ldaman mana. Siz dada, qo'shig'ingizni eshitib turavering. Men kelaman hozir. Ota bo'lganing bilan tabriklamoqchi edim, bolam. Tabriklayman, bolam. Kelin. Nabiramni bir ko'ray degandim. Hozir uxlatib qo'ydim. Qulog'im sal tinchsin. Dada, u hali chaqaloq bo'lsa, keyin ham ko'raverardingiz. Ha, mayli. Dadajon, yeb bo'ldinglarmi? Bitta duo qiling, yig'ishtiraman. Ilohi amin. Nabiram katta yigit bo'lganda aslo otasiga o'xshagan bo'lmasin. Amin. Alloh akbar.